har bitta olgan bahoylarga 60 dan to'layman, o'qiysizlarmi? Hurmatli o'quvchilar, bilasizlar, sinf rahbariylarning mazasi yo'qligi sababli sizlarga yangi ustoz tayinladik. Shunga qarab muomalalarni qilasizlar, xo'pmi? Oxirgi 2 oy qoldi. Xudo xolasa maktabni ham bitirib olasizlar, bemalol institutga topshirasizlar. O'shanga qarab ishinglarni qilinglar. O'zimizga yaxshida, kerakmizga boshqa sinflar bor. Gap yo'q, bolalar. Samandar aytgancha, yangi ustozinglar Munisa apanglar. Ha, tabjichimi? Tushunarli. Hurmat. Sizlarni ketinglardan faqat gap eshitamanmi deyman-ku. Eng yomoni, eng layoqatsizi, eng tartibsizi faqat sizlar deysizlar. O'qituvchilar xonasiga kirishga odam qo'rqib qoldi. Nima qilsa odamga o'xshab o'qiysizlar? Yusib berishingiz kerak. O'rningdan tur. Ustoz hazillashni prosta hazil tushunasizda bo'ldim-da. Yusi, PUBG'dagi Yusi. Bo'pti. Unda har bitta olgan bahoylarga 60 dan to'layman, o'qiysizlarmi? Davay. Ustoz, faqat bolalar o'ynaydimi? Qizlar ham o'ynasa bo'lmaydimi?